Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ayollarning ko'pchiligi qizini o'qitish istagida ekanini aytadi. Biroq ular hamisha so'zini quyidagicha davom ettiradi. Qiz bola o'qisa yaxshi-da, zamonni ko'ryapsiz-ku, ertaga erini qo'liga qarab qolmasin deyman. O'zini uddalasin, xarajatlarni bemalol o'zi qoplay oladigan bo'lsin deb niyat qilaman. Shuningdek, kelin olish rejasidagi ayollar ham o'qimishli qiz qidirayotganini aytishadi. Ularning so'zi ham xuddi yuqoridagi alfozda davom etadi. Paypoqqayam, pamperskayam o'g'limdan pul so'ramaydi, deyman-da, o'qimishli qiz o'zini o'zi uddalaydi-da. Bu so'zlar va jamiyatimiz ahvoli amallarga, niyatga bog'liq ekanligini yana bir bor tasdiq etayotgandek. Qayerga qarama o'zini uddalayotgan ayolga ko'zing tushadi. Biri hamshira, birisi o'qituvchi, biri bozorda savdo qilsa narigisi mardikorlikka chiqadi. Deysan, nahotki odamlar o'z jigarbandi qiziga shunday yukni ravo ko'rsa? Axir ayol uchun o'zini o'zi uddalash qanday og'ir ekanini nahotki bilmaysiz? O'zini o'zi uddalayotgan ayollar bilan yaqinroqdan tanishib, dardiga quloq tutib ko'ring. Yuzi kulsa-da ko'zlari kulmaydi, labi tabassum qilsa-da chehrasi g'amgin. Qizingizni o'qitmang demayman, o'qiting, albatta o'qiting. Lekin zinhor o'zini o'zi uddalashi uchun emas. Qizingizni dunyoga teran nazar sola olishi uchun o'qiting, o'zini uddalashi uchun emas. Qizingizni turmushdagi har xil holatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rganishi uchun o'qiting, o'zini uddalashi uchun emas. Farzandlarga to'g'ri tarbiya bera olishi uchun o'qiting, o'zini uddalashi uchun emas. Har xil holatlarda turmush o'rtog'iga yaxshi maslahatchi bo'la olishi uchun. Har xil holatlarda turmush o'rtog'iga yaxshi maslahatchi bo'la olishi uchun o'qiting, o'zini uddalashi uchun emas. Va nihoyat ilmi o'sib, yuqoridagi ishlardan ham ortib qolgudek bo'lsa, jamiyat rivojiga ham hissa qo'sha olishi uchun o'qiting, o'zini uddalashi uchun emas. O'zini uddalab yashashni hech bir ayolning boshiga solmasin. Uni otasi uddalasin, eri ta'minotini qilsin. Keksayganida bolalar ardog'ida bo'lsin.